Haydasi ikkinchi qism. Ikkinchi mavzuni boshlaymiz. Ikkinchi va yuqori darajali tenglovlar sistemasi. Xo'sh, birinchisiga e'tibor qaratamiz. Tanlashuvli yig'ib yuborsa ham bo'ladi yoki uni yig'ib yuborib qo'ysa ham bo'ladi. Tanlashuvli yaxshiroq bo'ladi. Yig'indisi 6, ko'paytmasi 8 bo'ladigan sonlar bu 2u4 yoki 4u2 bo'ladi. Bu tanlashuvlarga ko'ra ishladik. Ikkinchi misolda esa uni qo'yib ishlab ko'ramiz. Y barobar 8 minus x bo'ladi. Borib qo'yamiz. X ko'paygan 8 minus x teng 15. 8x minus x ning kvadrati barobar 15. Bir tomonga o'tkazib tartiblaymiz. X kvadrat minus 8x plus 15 bo'ladi. Vit teoramasiga ko'ra ildizlari x1 barobar 3, x2 barobar 5. Y1 barobar 8 minus 3, x1 ga borib qo'ydim. 5 chiqadi. Y2 barobar 5 ga borib qo'ysak, 8 minus 5 teng 3. Demak, javobimiz 3u5 yoki 5u3. Uchinchi misollar mustaqil ishlash uchun qoladi. 5-misol ishlab ko'rsatsak bo'ladi. Mana minuslik ekan, ham bir xil ishlanadi oldingi holdagi bilan. X ni topib olsak, y minus 2 borib qo'yamiz. Ikkinchisiga borib qo'yamiz. Y minus 2 ko'paygan y teng 24. Xoslashib boramiz. Y kvadrat minus 2y minus 24 bu ikkinchi tomonga o'tib keldi. Vit teoramasiga ko'ra ildizlari 6u y2 barobar minus 4. x1 topamiz, uni yuborib qo'yib, x1 da yuborib qo'ysak, 6 dan 2 ni ayirsak 4 bo'ladi. x2 barobar minus 6. Demak, 4u6 minus 6u minus 4 bo'ladi. 6-inchi misolimiz ikkinchi tenglamamiz x minus y, x plus y qoslarga ajraladi. X minus y o'rniga 8 qo'yib ketamiz. X plus y'imiz 10 bo'ladi. Demak, x minus y 8, x plus y'imiz 10. Qo'shib yuborsak, 2 2 teng 18, x barobar 9. Y barobar 1. 9u 1 ekan. 7 o'xshaydi, shu bilan bir xil. 8 o'xshaydi, 9 ham o'xshaydi. Mustaqil ishlab ko'rsa bo'ladi o'rganish uchun. 10-misol ham shu tipdagi savollar. Ishlab ko'ramiz. 21 ikkita qolishga ajratdik. Qisqa ko'paytirishga ko'ra x plus y o'rniga 7 qo'yib yuboramiz. X minus y barobar 3. Demak, x plus y 7, x minus y esa 3. Qo'shib yuborsak, 2x teng 10, x barobar 5, y'imiz esa 2 chiqadi. 5u2 javobi. 21-misolga e'tibor qaratamiz. X topamiz, borib qo'yamiz. Eng zo'r yo'l o'sha aslida. Bittasini topib, ikkinchisiga borib qo'yish eng yaxshi yo'l. 36 minus 12y plus y ning kvadrati plus y kvadrat minus 20 teng 0. 2y kvadrat minus 12y plus 16 teng 0. 2 ga bo'lib yuboramiz. Y kvadrat minus 6y plus 8 teng 0. Y1 barobar 4, Y2 barobar 2. Kvadrat tenglamani javoblari. Olib qo'yamiz x topish uchun. x1 teng 6 minus 4 teng 2. x2 teng 6 minus 2 teng 4. Demak, javobimiz 2u4, 4u2.
12 ham bir xil. Mustaqil ishlashni qoldiramiz. 13 ga to'g'ri qaratamiz. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra x minus y ning kvadrati teng 16. X minus y barobar plus minus 4 bo'ladi. Demak, x plus y emas 2, x minus y emas 4. Qo'shib borsak 2x teng 6, x teng 3. Olib borib qo'ysak y emas minus 1 chiqadi. Demak, javob 3 minus 1. Ikkinchisi x plus y barobar 2, x minus y barobar minus 4. Qo'shib borsak 2x barobar minus 2, x teng minus 1, y emas esa minus 3. 3 o'zi ekan. Demak, javobimiz minus 1, 3 bo'ladi. 14 misolga e'tibor qaratamiz. Xuddi shunaqa misol mustaqil ishlashni qoldiramiz. 15 ham shunaqa. 16 misolga o'tamiz. Yuqorida aytganimiz eng zo'r yo'li bitta namorini topib olib, ikkinchisiga borib qo'yish. Yerga topib olib, ikkisiga borib qo'yamiz. X kvadrat plus x ko'paygan 3 minus x minus 3 minus x ning kvadrati teng 5. Qo'shib ochib boramiz. X kvadrat plus 3x minus x ning kvadrati minus 9 plus 6x minus x ning kvadrati minus 5 barobar 0 bo'ladi. Qarang, ko'rib turibdi, x kvadratlar tashlashib ketadi. Minus x kvadrat paydo bo'ldi. Plus 9x 9x xlardan, xo'p, minus 14 teng 0. X ning kvadrat minusga ko'paytirib yuboramiz, bo'lib yuboramiz. Minus 9 minus x kvadrat minus 9x plus 14. 2 bilan 7 javob. X barobar 2, x 2 barobar 7. Qo'shsak 7, ko'paytirsak 14 chiqadi. Y topish uchun yuqoridagi usulga borib qo'yamiz. 3 dan 2 ni ayiramiz 1. Y2 barobar 3 dan 7 ni ayiramiz minus 5. Demak, javobimiz 2u1 va 7u minus 5 bo'ladi. 16-chi misol, 17-chi misol, 16-chi misol bilan bir xil. Mustaqil uchun qoldiramiz. 18-chi misolga e'tibor qaratamiz. Bizga oson bo'lsin deb y topib qo'yibdi. Endi biz uni y o'rniga borib qo'yamiz. Qo'shlar ochamiz. Bir tomonga o'tkazamiz, soddalashtiramiz. Kvadrat tenglamani kelib qoladi, kvadrat tenglamani ishlaymiz. x1 barobar 7, x2 barobar minus 3. y1 ni topadigan bo'lsak, 7 ni olib borib qo'yamiz. 7 ga 6 ni qo'shsak 13. y2 barobar minus 3 ga 6 ni qo'shsak 3. Demak, javobimiz 7u 13 minus 3u 3. 19 ham xuddi shunaqa ishlanadi. Y topamiz. 2 plus 3x olib borib qo'yamiz. Mustaqil qoladi. Kvadrat tenglama paydo bo'ladi. O'shani ishlab qo'ysak bo'ldi. 20 misol ham shu tipdagi savollar. Mana 21 dan 25 gacha. Tenglamalar esa butun ichimlarini toping. Faqat butun ichimlar bo'yicha ishlaymiz. Y topamiz. Olib borib qo'yamiz. Eng zo'r yurishi o'sha. X kvadrat plus x ko'paygan 3x plus 2 plus 3 teng 0. X kvadrat plus qavs ochib yuborsak 3x kvadrat plus 2x plus 3 teng 0. 4x kvadrat plus 2x plus 3 teng 0. Ildizdan topamiz. Diskriminantdan foydalanamiz. Diskriminant barobar 1 kvadrat 4 bo'lsa 4 minus 4ac. Diskriminant manfiy. Bu tenglamalar sistemasining yechimi yo'q. 22-chi misolga e'tibor qaratamiz. Y minus x, y plus x ikkita qosga ajratdik. Y minus x ko'paygan
y plus x o'rniga 8 yozib ketamiz. Qisqardi. Xo'p, 2 paydo bo'ladi. 16 bilan 8 chiqqan javobni ikkinchisi bilan birlashtiramiz. Y minus x barobar 2, x plus y barobar 8. Qo'shsak 2y teng 10, y barobar 5. Y 5 chiqsa, x'imiz 3 bo'ladi. Olib borib qo'yganda 3 u 5 javob. 23-misolga e'tibor qaratamiz. Mana bu joy 4 ga teng. 4 ga teng. Y topamiz. Olib borib qo'yamiz. X plus 3 ko'paygan 4 plus x taqsim 4 plus x minus 1 minus 4 taqsim 2x teng 2. Soddalashtiramiz. 4x plus 12 paydo bo'lar ekan suratda. Qog'oz ochib chiqsak, mahrajimiz x plus 3 minus qisqardi. 4 bilan 2 taqsim x barobar 2 paydo bo'ladi. 4 ni chiqarib olsak suratdan, x plus 3 qisqarib ketadi. 4 minus 2 taqsim x teng 2. Umumiy mahraj 2x teng 2, x teng 1. Y topish uchun biz x ni olib borib qo'yamiz. 4 ga 1 ni qo'shsak 5. Demak javobimiz 1 va 5. Yigirma to'rtinchi savolga e'tibor qaratamiz. Y topamiz. 6 minus 4x olib borib qo'yamiz yuqoriga. Birinchi tenglamaga. X kvadrat minus x ko'paygan 6 minus 4x plus 1 teng 0. Qovuslar ochib chiqib, ifodani soddalashtirib yuborsak, 5x kvadrat paydo bo'lar ekan. Minus 6x plus 1 teng 0. Kvadrat tenglamani yechsak, ildizlarimiz x1 barobar 1, x2 barobar 1 taqsim 5 chiqadi. Olib borib qo'ysak, y'larimiz ham chiqadi. y1 barobar 6 ayrilgan 4 ko'paygan 1 bo'ladi. 2 y2 barobar 6 minus 4 ko'paygan 1 taqsim 5. 6 minus 4 taqsim 5 bo'ladi. 30. 5 ta umumiy mahraj berdik. 26 taqsim 5. Demak javobimiz 1 va 2. Yuqorida aytilgan butun yechimlarni oling degandi. 1 taqsim 5 bilan 26 taqsim 5 butun yechim hisoblanmaydi. O'shaning uchun olmadik. 25-misolga e'tibor qaratamiz. Mustaqil o'rni ko'rsak zo'r bo'ladi. Matematikaga o'rmoqchi bo'lganlar. Y topdik ikkinchisidan, chiqqan natijamizni birinchisiga borib qo'yamiz. Kvadrat tenglama paydo bo'ladi. Ishlab chiqsak javobimiz chiqadi. 26 dan 35 gacha tenglamalash sistemasining barcha ildizlarning yig'indisini toping. Ildizlarni topamiz, ularni qo'shib chiqamiz. Kelishganimizdek barobar 4 minus y. Borib qo'yamiz. 4 minus y ning kvadrati plus 4y kvadrat minus 37 teng 0. 16 minus 8y plus 8y ning kvadrati 4y kvadrat minus 37 teng 0. 5y kvadrat minus 8y minus 21 teng 0. Diskriminant hisoblaymiz. 64 minus 4 ko'paygan 5 ko'paygan minus 21. Hisoblab chiqsak 484 chiqadi. Y1 2 teng 8 plus minus 22 taqsim 2 kara 5.
y1'imiz 3, y2'miz minus 7 taqsim 5. x1'imiz esa 4 dan 3 ayırsak 1 bo'ladi. x2'miz esa 4 ayrilgan minus 7 taqsim 5. 27 taqsim 5 paydo bo'ladi. Endi barcha ildizlarning kvadratlarini yig'indisini so'ragan. Tenglamani barcha ildizlarni qo'shib chiqamiz. 1 plus 3 plus 27 taqsim 5 qo'shuv minus 7 taqsim 5 teng 8 paydo bo'ladi. 27-ni e'tibor qaratamiz. Bu ham o'sha usulga tushadi. Y topib olib borib qo'yamiz. Y teng minus 3 minus 2x olib borib qo'ysak, yuqorida tenglamaga hamma javoblar chiqadi. Ularni qo'shib chiqamiz. 28, 29lar mustaqil ishlash uchun qoladi. Y topamiz. Olib borib qo'yamiz. X chiqadi, qaytarib x o'rniga qo'ysak, y'lar chiqadi. Bu bir xil. 31dan boshlasak bo'lar ekan. Mana bu javob, mana bu x minus 5 teng 5 chiqadi, y teng barobar 3. X barobar 8 chiqadi, y barobar minus 2. Demak, javobimiz 5 minus 2 8 3 bo'ladi. 32-chi misol. Birinchisidan x minus 7 dan 7 chiqadi, y minus 8 dan 8 degan javob chiqadi. X barobar minus 3. Har birini 0 ga tenglab ishlayapmiz. Shunda 7 bitta javob, minus 3 8 ikkinchi javob. 30-chi misolda esa shu sal ko'proq bo'ladi. Birinchisidan x minus 2 0 ga tenglasam 2, x minus 3 0 ga tenglasam minus 3, y barobar 5, y teng 7, y barobar minus 3, x barobar 5. Demak, javobimiz 2 ga 7, 2 ga minus 3. Keyingi javobimiz minus 3 ga 7, keyingisi minus 3 ga minus 3. Keyingi javobimiz 5 ga 5 olinadi. Tenglamani ildizlarni qo'shib chiqishimiz kerak edi. Qo'shib chiqsak, barcha ildizlar yig'indisi 16. 34-chi e'tibor qaratamiz. Suratdan x barobar 5 chiqadi. Mahrajdan y teng emas 3. Suratdan y teng 3, mahrajdan x teng emas 5 chiqadi. Demak, javobimiz bo'sh to'plam. Yechim chiqyapti, ikkisini inkor qilib bo'lyapti. Demak, bu tenglama ildizi yo'q. 35. Yuqoridan 2, x teng 2, y barobar 3. Mahrajdan x teng emas 8. Bu yerda x teng 8, y teng 5. Mahraj x teng emas minus 7. Demak, javobimiz 2/5. Yuqorida x olsak, ikkinchisini y olamiz. Va ikkinchi tenglamadan 8x yuqorida y ni topsak 3 bo'ladi. 2/5 8/3 tenglamaning javoblari. 36-chi misoldan 40-chi misolgacha tenglamani yeching debdi. Yo'l bir xil. Kvadrat bor son har doim musbat yoki nol hisoblanadi. Ikkita musbat sonni qo'shib 0 chiqarib bo'lmaydi, lekin ikkita nolni qo'shib 0 chiqarsa bo'ladi. Demak, har bir tenglamani 0 ga tenglab ishlaymiz. Hammasida x teng 2, y teng minus 5. Javobimiz 2/5. 2 minus 5. 37-chi misolda ham xuddi shunaqa. 3x minus 2 barobar 0, y minus 3 teng 0. X teng 2 taqsim 3, y teng 3. 2 taqsim 3 3. 38, 39, 40 chi misollar mustaqil ishlash uchun qoladi. 40-chi misolga o'tamiz.
Umumiy mahraj berib yuboramiz ikkinchi tenglamamizga. Suratga esa 4 yozib ketamiz. 4 taqsim x y barobar 1, x y teng 4 bo'ladi. Birinchi tenglama bilan birlashtiramiz. Yig'indisi 4, ko'paytmasi 4 bo'ladigan sonlar 2u2. 2u2 bo'ladi. 42-misolga e'tibor qaratamiz. Umumiy mahraj bunga ham birinchisiga y, ikkinchisiga x dan berdik. Bu safar mahrajga 6 yozib ketamiz. y minus x taqsim 6 teng 1 taqsim 6. Y minus x barobar 1. Birlashtiramiz. Birinchi tenglama bilan x y teng 6, y minus x teng 1. Tanash yo'lga qo'yib boradigan bo'lsak, y'imiz 3, x'imiz 2. Ko'paytirsam 6, ayirsam 1 chiqadi. Demak, 3u demak 2u 3. Ikkinchi qidirib ko'ramiz. Y teng minus 2, x teng minus 3. Ko'paytirsam 6, y dan x ayirsam 1 chiqadi. Demak, minus 3u minus 2 bo'ladi. 43-misolga o'tamiz. 43-misol, 41-misol bilan bir xil mustaqil tashlab ketamiz. 44 ham shunaqa. 45. Umumiy mahraj beramiz. Tartiblaymiz. Minus ko'paytirib borib. Suratga 1 yozib ketamiz. Demak, x y'imiz 12. Birinchisini birlashtiramiz. Ayirganimizda 1, ko'paytirganimizda 12 chiqadigan sonlar 4 bilan 3. Yoki x barobar minus 3, y barobar minus 4. x2, y2. Ayirsak 1 chiqadi, ko'paytirsak 12 chiqadi. Javob 3u4 yoki minus 3u minus 4 bo'ladi. Xo'p. X o'rniga y ning kvadratini yozib ketamiz. Y teng y ning 4-inchisi paydo bo'ladi. Bu yerda ko'rinib turibdi. Bir tomonga o'tkazib olsak, y albatta qovusdan tashqariga chiqadi. Har bir ko'paytirish 0 ga tenglaymiz. Y 1 teng 0, 1 minus y ning kubi teng 0 bo'ladi. Y teng 1, y. Olib borib qo'ysak yuqoriga x teng 0 ning kvadrati teng 0, x1, x2 teng 1 ning kvadrati teng 1. Demak, javobimiz 0u 0 yoki 1u 1 bo'ladi. 40-misol ham xuddi shunaqa. X'ni x o'rniga qo'yib yuboramiz. 8y barobar y kvadratning kvadrati. 8y barobar y ning 4-inchisi. Bir tomonga o'tkazamiz. Y'ni chiqarib olamiz. Bu tenglama javoblari y1 teng 0, y2 teng 2 bo'ladi. Olib borib qo'ysak, x y o'rniga x1imiz teng 0, x2imiz barobar 4. Demak, javobimiz 0u 0, 2u 4 bo'ladi. Javobimiz 4u 2 bo'ladi. 48-misol bir-biriga bo'lib yuboramiz.
bo'lsak y taqsim x paydo bo'ladi. 4 bo'lingan 2. Y teng 2x bo'ladi. Y ni 2x ni y ga yuborib qo'yamiz. Ikkinchi qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Natijasi menimcha uni y ni o'zi turibdi. X kvadrat ko'paygan 2x teng 2. X ning kubi barobar 1, x barobar 1 bo'ladi. Chiqqan natijani olib borib qo'ysak, y teng 2 kara 1 teng 2. Demak, javobimiz 1 va 2 bo'ladi. 49-ni e'tibor qaratamiz. 49 48 bilan bir xil. Bir-biriga bo'lib yuborsa, yuqoridagi usul bo'yicha ishlab ketsa bo'ladi. 20-misolimiz. Ayirib yuboramiz. X kvadrat minus y kvadrat plus y minus 2 20 dan 20 ayirsak 0 bo'ladi. X minus y, x plus y ikkita qosga ajratib oldim. Ikkinchi y minus x dan minus chiqarib olsak, o'rni almashib x minus y paydo bo'ladi. Har ikkalasida ham x minus y bor. Umumiy o'shancha x minus y chiqarib oldim va har birini 0 ga tenglayman. X teng y bo'lar ekan birinchi holatda. Ikkinchi holatda esa x plus y minus 1 teng 0, x barobar 1 minus y. Chiqqan natijamizda yuqoridagi xohlagan bir tenglamadan xohlagan biriga olib borib qo'yamiz. Biz mana bu yerga qo'ymoqchimiz. Keyingi safar ham ikkinchisiga qo'yamiz. X kvadrat plus y o'rniga x yozaman. Kvadrat tenglama paydo bo'lyapti. x1 barobar minus 5, x2 barobar 4. Y bilan x bir-biriga teng bo'lganligi uchun y birimiz ham minus 5, y2miz ham 4. Demak, javob minus 5 va minus 5 4 va 4 bo'ladi. Ikkinchi tenglamani javobini qidiramiz. Biz ifodani ikkinchisiga qo'yamiz. Y ning kvadrati plus 1 minus y teng 20. Soddalashtirib kvadrat tenglama tuzib olamiz. Diskni hisoblaymiz. 1 minus 4 ko'paygan minus 19. Ildizdan chiqmaydigan son bo'lganligi uchun butun yechim yo'q bunda. Shu joyga to'xtatamiz. Demak, javobimiz minus 5 ga minus 5 va 4 va 4 bo'ladi. Birinchi misol. 50-chi misol bilan bir xil. Bir-biridan ayirib yuboramiz. X kvadrat minus y kvadrat plus 2y minus 2x teng 0. X minus y ikkita qosga ajratamiz. X plus y. Minus 2ni chiqarib olsak, x minus y paydo bo'ladi. Har ikkalasidan ham x minus y chiqarib olsak, x plus y minus 2 teng 0. X teng y teng 2 minus x paydo bo'ladi. Chiqqan javoblarni yuqorida tenglamani xohlagan biriga qo'yib yuboramiz. Xo'p. X kvadrat minus 2y uni o'rniga x qo'yib ketamiz. Teng 15. X kvadrat plus 2x minus 15 teng 0. X1 barobar minus 5, x2 teng 3. Y1 ham xuddi shunaqa, minus 5 u 3 bo'ladi. Demak, javobimiz minus 5 u minus 5, 3 u 3. Ikkinchisi. Y teng 2 minus x ni birinchi tenglama borib qo'yamiz. X kvadrat plus 2 ko'paygan 2 minus x minus 15 qazordik tomonga. Qosni ochib olamiz, tartiblaymiz. Kvadrat tenglama tuzib olamiz.
ildizlarni topsak, x1 x2 teng 1 plus minus ildiz ostida 12 paydo bo'ladi. Y1 2 ni topsak, 2 ayrilgan 1 plus minus ildiz ostida 12 teng 1 minus plus ildiz ostida 12. Demak, tenglarning 4 ta javobi bor ekan. 52-chi suratga qaraymiz. Ikkinchi tenglamamizni to'la kvadrat qilib yuboramiz. X plus y ning kvadrati minus 2xy plus xy teng 7. Soddalashtiramiz. X plus y minus xy teng 7. Belgilash. X plus y ni A deymiz, xy ni B deymiz. Belgilashga borib qo'yamiz. Birinchi tenglamani qo'ysak, A plus B paydo bo'ladi. 5. Ikkinchi tenglamani qo'ysak, A kvadrat minus B teng 7. Tenglamani qo'shib yuborsak, A kvadrat plus A teng 12. A kvadrat plus A minus 12 teng 0 bo'ladi. Kvadrat tenglama ishlasak, A1 teng minus 4, A2 teng 3. B1 teng chiqqan javoblarni olib qo'ysak, B1 teng 9, B2 teng 2. Chiqqan javoblarimizni belgilash qilgan joyimizga qo'yaveramiz. Ya'ni x plus y teng minus 4, x ko'paygan y barobar 9. Sistema. Y topamiz. Borib qo'yamiz. Qoslar ochib kvadrat tenglama tuzib olsak, kechiktirmani tekshirib ko'ramiz. 16 minus 4 ko'paygan 9 manfiy. Haqiqiy ildizlar yo'q. Ikkinchisi 3 bilan 2 ni qo'yamiz endi. X plus y barobar 3, x ko'paygan y barobar 2. Bu tanlashga qo'yib yuborsak, 1 bilan 2 qo'shganda 3 ko'paytirganda 2, 2 bilan 1. 53-chi misolga o'tamiz. 53 bilan 52 bir xil. 53-chi misolni mustaqil ishlash uchun qoldiramiz. 54-chi savol bilan 55-chi savol bir xil ekan, mana ko'rinib turibdi. O'shaning uchun 54-chi savol ishlasak, 55-chi savol ham bir xil ishlanadi. Belgilash usulini tanlaymiz. X taqsim y A deymiz, x plus y esa B deymiz. Va borib qo'yamiz. A plus B teng 7, A ko'paygan B barobar 12. Tanlash usuliga qo'yib yuborsak, A1 barobar 3, B1 barobar 4. Yoki teskarisi. A2 barobar 4, B2 barobar 3. Qilgan belgilashimizda esa o'z o'rniga borib qo'yamiz. Chiqqan javoblarni esa o'z o'rniga borib qo'yamiz. X taqsim y barobar 3. X plus y teng 4. X topsak 3, y paydo bo'ladi. Borib qo'ysak, ikkinchisiga y teng 1, x teng 3. Demak, 3 bir javobimiz. Ikkinchisi x taqsim y barobar 4, x plus y barobar 3. X teng 4y. Borib qo'yamiz. 4y plus y barobar 3 bo'ladi. Y barobar 3 taqsim 5. X ni topsak,
borib qo'yganmiz. 12 taqsim 5. Demak, javobimiz 12 taqsim 5, 3 taqsim 5. Ikkita javobi bor ekan. 55 elektron bilan bir xil. Mustaqillashish uchun qoldiramiz. 56 bilan 57 bir xil ekan. Demak, 56 ishlasak 57 ham shu bilan bir xil bo'lib chiqaveradi. Xo'p. Yuqoridagi birinchi tenglamani qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra ochib olib boramiz. Ikkinchi ko'paytirish o'rniga 7 yozib ketamiz. 7 bilan 7 qisqaradi. Shunda x minus y'laring 1. X ni topsak 1 plus y paydo bo'ladi. 1 plus y ni ikkinchi tenglamaga olib qo'yamiz. 1 plus y ning kvadrati plus 1 plus y ko'paygan y plus y ning kvadrati minus 7 teng 0. Qoslarni ochib soddalashtirib chiqamiz. Üç y kvadrat plus 3y minus 6 teng 0. 3 ga bo'lib yuborsak, y kvadrat plus y minus 2 teng 0. Demak, y birimiz minus 2, y ikimiz esa 1 bo'ladi. Chiqqan javobni y ni borib qo'yamiz o'z o'rniga. X teng x1 teng 1 minus 2 teng minus 1, x2 teng 1 plus 1 teng 2. Demak, javobimiz minus 1 minus 2, 2 1 bo'ladi. 57 o'xshaydi. Shuning uchun mustaqillashish uchun qoldiramiz. 58-misolga e'tibor qaratamiz. 58-misol ham yuqorida misollarga o'xshab ketar ekan. Mana bu birinchisini ochib yuboramiz. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra mana bu ifodani o'rniga 27 yozib ketamiz. 7 bilan 28 qisqarib 4 tadan paydo bo'ladi. X plus y barobar 4. X ni topamiz 4 minus y. Olib borib qo'yamiz. Ikkinchi tenglamaga. Xuddi yuqoridagi usul. X y bir y chiqadi, qaytarib qo'ysa x lar chiqadi. Mustaqil davom etib ketaverasizlar o'zlari. Biz 59 ga o'tamiz. 59-savol. Qisqa ko'paytirish formulasi 2x minus y 4x kvadrat plus 2xy plus y ning kvadrati teng 7. Ikkinchi ko'paytiruvchi o'rniga 7 yozib ketsak, 7 bilan 7 qisqarib 2x minus y barobar 1 paydo bo'ladi. Y ni topib olsak 2x minus 1. Ikkinchi tenglamaga borib qo'yamiz y ni 4x kvadrat plus 2x ko'paygan 2x minus 1 plus 2x minus 1 ning kvadrati teng 7. Qoslashib chiqamiz, soddalashtiramiz. Xo'p, 12x kvadrat paydo bo'ldi. Minus 6x minus 6 teng 0. 6 ga bo'lib yuborsak 2x kvadrat minus x minus 1 teng 0. Tenglamani ildislari esa x1 barobar 1, x2 barobar minus 1 taqsim 2. Y o'rniga borib qo'yamiz endi. Y1 2 ko'paygan 1 minus 1 teng 1. Y2 teng mana bu yerdagi tenglamaga borib qo'yamiz. 2 ko'paygan minus 1 taqsim 2 minus 1. Ikkilar qisqardi. Minus 2 paydo bo'ldi. Demak, javobimiz 1 1 va minus 1 taqsim 2 bilan minus 2. Altmışıncı misolga qaraymiz. 60-misol bilan 61-chi bir xil. Shuning uchun 60 ni ishlaymiz. 61 mustaqil ishlash uchun qoladi. Xo'p. Birinchi tenglamani bizni
x ning 4-si va y ning 4-sini to'la kvadratga olib kelamiz. X plus y ning kvadrati minus ularning ikkilangani. X kvadrat, y kvadrat. Mana bu formulaga ko'ra, men yuqorida formulasini yozib qo'yaman. Tushunish uchun a kvadrat plus b kvadrat degani qavs ichida a plus b ning kvadrati minus 2ab. O'sha formulaga ko'ra qo'ydik va yana x kvadrat, y kvadrat kutib turibdi. 91. Soddalashtirib yuboramiz. X kvadrat plus y kvadrat ning kvadrati minus x kvadrat y kvadrat teng 91. Belgili chiqsa ham bo'ladi. Shu yerda o'zida. Ya'ni x kvadrat plus y kvadrat barobar a, x y barobar b bo'ladi. Belgilashlarimizda tenglamalarni joy-joyiga qo'yib chiqamiz. Ya'ni a kvadrat b kvadrat paydo bo'ladi. A kvadrat minus b kvadrat teng 91. Bular esa mana x kvadrat va y kvadrat birgalashib a bo'lsa, unisi b bo'ladi. Teng 13. Ikkita qavsga ajratib yuboramiz. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra 13 bilan 91 qisqarib 7 tadan paydo bo'ladi. Demak, a minus b teng 7. A plus b esa 13. Qo'shib yuborsak 2a teng 20, a teng 10, b esa 3 bo'ladi. A bilan buni topdik. Topgan a va b'larni o'z joyiga olib qo'yamiz belgilashimizga. Ya'ni x kvadrat plus y kvadrat teng 10, x y barobar 3. To'la kvadrat qilsak buni x plus y ning kvadrati minus 2xy teng 10. X y o'rniga 3 qo'yib ketamiz. X plus y ning kvadrati 2 kere 3 teng 10. X plus y ning kvadrati teng 16. X plus y barobar plus minus 4. Chiqqan javobimizni ikkinchi tenglamani birlashtiramiz. Mana bu yerdagi x y 3 bilan. X plus y barobar 4, x y barobar 3. Demak, 1 u 3 tanlash yo'liga qo'yib yuborsak, 3 u 1. Qo'shsak 4, ko'paytirsak 1 chiqadi. Endi shuni minuslaga x plus y barobar minus 4, x y barobar 3. Demak, minus 1 u minus 3 qo'shsam minus 4 va minus 3 u minus 1 qo'shsam minus 4 ko'paytirsam 3 bo'ladi. Demak, 61 qoladi. Mustaqillashtirish uchun 62-chi misolga o'tamiz. 62-chi misol bilan 63-chi misol bir xil. O'shaning uchun 62 ni ishlaymiz, 63 mustaqillashtirish uchun. Mustaqil o'rganish uchun qoladi. Belgilash x minus y ni a deymiz va belgilashimizni birinchi tenglamaga qo'yib yuboramiz. A plus 6 taqsim a teng 5. A kvadrat umumiy maxraj yo'l tartibli olamiz. 5a plus 6 teng 0. A1 barobar 2, A2 barobar 3. Qo'shsak 5, ko'paytirsak 6. X minus y barobar 2, x plus y barobar 3. Demak, bu chiqqan javoblarni ikkinchi tenglamaga borib qo'yamiz. Ya'ni mana bu joyga. X taqsim 2 minus y teng 4. X taqsim 0 teng 4 bo'sh to'plam. Mumkin emas. Maxraj 0 qolib ketishi. Ikkinchisini qo'yib ko'rsak, x taqsim 3 minus 2 teng 4, x teng 4 bo'ladi. A y'imiz esa 4 plus y barobar 3, y barobar minus 1.
Demek javobimiz 4u minus 1. 62 misol o'xshaydi. Tashlab ketamiz. Mustaqil ishlab o'rganib olish uchun qulay. 64-misol e'tibor qaratamiz. Qo'shib yuborsak yoki bo'lib yuborsa ham bo'ladi. Qo'shib yuborsa ham, bo'lib yuborsa ham bo'ladi. Qo'shib yubora olaylik. X kvadrat plus y kvadrat plus 2xy teng 25. X plus y ning kvadrati teng 25. X plus y barobar plus minus 5. Demak, x plus y imiz 5, x plus y imiz esa minus 5. Bu chiqqan javoblarni birinchi tenglikka borib qo'yamiz. Xo'p, x ni chiqarib olsak, x plus y paydo bo'ladi. Bu 20. Demak, x plus y ni o'rniga 5 yozamiz, keyin minus 5 yozamiz. Agar birdan yozadigan bo'lsak, plus minus 5 yozsa ham bo'laveradi. X barobar plus minus 4. Demak, x1imiz 4, x2imiz esa minus 4. Chiqqan javobni olib borib qo'yamiz o'z joyiga. Demak, y1imiz 1, y2imiz minus 1. Javobimiz 4u1 minus 4u minus 1. 65-misolga e'tibor qaratamiz. 65-misol bilan 64-misol bir xil. Mustaqil ishlashni tashlab ketamiz. 66-misolga 67-misolga misol bersak, ikkalasi ham bir xil. Biz bu safar 67-misolga tashlab ko'ramiz. Qani? Birinchi tenglamadan ko'rinib turibdiki, mana bu birinchi ifoda bilan ikkinchi ifoda bir-biriga teskari. O'shaning uchun belgilash qilsak bo'ladi. Agar birinchisini t desak, ikkinchisi esa 1 taqsim t bo'ladi. Olib borib qo'yamiz belgilashlarimizni o'z o'rniga. Umumiy mahrajlar berib yuboramiz. 2t kvadrat plus 2 teng 5t. 2t kvadrat minus 5t plus 2 teng 0. Diskriminant barobar 25 minus 16. 2 ko'paygan 2 ko'paygan 16 teng 9. Demak, bittasi ildizdan 3 chiqadi. Diskriminantimiz 9 bo'lganligi uchun 5 plus minus 3 taqsim 4. T1 barobar 2, T2 barobar 1 taqsim 2. Bir taqsim 2. Demak, belgilashni o'z o'rniga qo'yamiz. 3x plus 2y taqsim x minus y t edi. 2 ga teng. 3x plus 2y teng 2x minus 2y x teng minus 4y bo'ladi. Chiqqan javobni ikkinchi tenglamaga, ya'ni x kvadrat minus y kvadrat teng 15 ga qo'yamiz. 16y kvadrat minus y ning kvadrati teng 15. Y kvadrat barobar 1 paydo bo'ladi. Y barobar plus minus 1. X esa plus minus 4. Javobimiz o'tsak 4u 1 minus 4u minus 1. Birinchisi bu. Ikkinchisi. T2 ni borib qo'yamiz. 3x plus 2y taqsim x minus y barobar 1 taqsim 2. 6x plus 4y teng x minus y. X'lar bir tomonga, y'lar bir tomonga o'tganda adashmasam mana shu ifoda paydo bo'ladi.
x teng minus y. Chiqqan javobimizni x kvadrat minus y kvadrat barobar 15 ga borib qo'yamiz. Y kvadrat minus y kvadrat teng 15. 0 teng 15. Yo'q, bu bo'sh to'plam bo'ladi. Demak, javobimiz 4/1, 4 minus 4/1. Ikkita javob bor. 68 misolga qaratamiz. 68 misol ham 67 bilan bir xil ekan. Mustaqil ishlashni tashlab ketamiz. 69, 70, 71, 69 ga e'tibor qaratamiz. 69 ham belgilash x taqsim y, y taqsim x. Demak, ixtiyoriy bittasini t deb belgilashga kiritamiz. X taqsim y barobar t bo'lsin. Shunda t ikkinchisi esa 1 taqsim t. 5t minus 1 taqsim t barobar 4. Umumiy maxraj berib yuborsak 5t kvadrat minus 1 teng 4t. Bir tomonga o'tkazamiz. Tartiblaymiz. Kvadratni yechib chiqamiz. Kvadratni esa 1 bilan va minus 1 taqsim 5 paydo bo'ladi. X taqsim y barobar 1 demak, x taqsim y barobar minus 1 taqsim 5. X barobar y, y barobar minus 5x. Bu chiqqan natijalarni ikkinchisiga borib qo'yamiz. Ya'ni mana bu joyga. Birinchi safar, bu ikkinchi safar. Birinchisi x ko'paygan x teng 1, x kvadrat barobar 1, x teng plus minus 1. Y ham xuddi shunaqa bo'ladi, chunki x bilan y bir-biriga teng edi. Javoblarimiz minus 1 minus 1, 1 1 bo'ladi. Ikkinchisi minus 5x ni qo'yamiz. X ko'paygan minus 5x teng 1, x kvadrat barobar minus 1 taqsim 5 bo'sh to'plam. Bo'sh to'plam deb yuqorida misol bilan bir xil mustaqil tashlab ketamiz. Yo'nalish mana kim mustaqilni ko'rsa t, bunisi 1 taqsim t. Xuddi yuqoridagidek t ni topib chiqiladi va ikkinchisiga borib qo'yiladi. 71-misolga e'tibor qaratamiz. 71-misol. Tenglamaning esa nechta yechimga ega? Bir tomonga o'tkazib yuboramiz. Ya'ni minus 2xy teng 36. X minus y ning kvadrati teng 36. X minus y barobar plus minus 6. Demak, x plus y imiz 10, x minus y imiz esa 6. 6. 8 u 2. Tenglamaning javobi. X plus y barobar 10, x minus y barobar minus 6. Qo'shib yuborsak 2x barobar 4, x barobar 2. Olib borib qo'ysak 2 minus y barobar minus 6, y barobar 8. Demak, 2 u 8 bu safar. Tenglamaning javobi 2 ta ekan. 72 x teng 4ligi ko'rinib turibdi. Y teng 3. Chiqqan javobni olib borib qo'yamiz va bu yoqqa ham qo'yamiz ikkinchisiga. 4 plus y teng 8, y barobar 4. Javobimiz 4/4. Keyingisi x plus 3 teng 8, x barobar 5. Javobimiz 5/3. 5/3. 73-misolga qaraymiz. Tenglamaning nechta yechimga ega? Xo'p. To'la kvadrat qilib yuboramiz. X plus y ning kvadrati minus 2xy teng 100. X plus y ning kvadrati minus 2. Xy ning o'rniga minus 24 ni qo'yib ketamiz. Va bu yerda 48 paydo bo'ladi. X plus y ning kvadrati teng 52.
x plus y teng plus minus ildiz ostida 52. Y ni topib olamiz. Plus minus ildiz ostida 52 minus x. Chiqqan topgan y'imizni esa ikkinchi tenglamaga qo'yib yuboramiz. X ko'paygan plus minus ildiz ostida 52 minus x teng minus 24. Qovuslarni ochib tartiblab olsak, plus minus ildiz ostida 52 x minus x ning kvadrati teng minus 24. Bir tomonga o'tkazib olib ishlab ko'ramiz. X kvadrat minus plus ildiz ostida 52x minus 24 teng 0. Diskriminant tekshirib ko'ramiz. Diskriminant barobar ildiz ostida 52 ning kvadrati diskriminant barobar minus plus ildiz ostida 52 ning kvadrati minus 4 ko'paygan minus 24. Noldan katta. Diskriminant noldan katta. Demak, ikkita ildizga ega bo'ladi. Lekin bizning tenglamamiz ikki qismdan iborat aslida. X kvadrat minus ildiz ostida 52x minus 24 teng 0. Ikkita ildiz chiqadi. Diskriminant tekshirib ko'rdik yuqorida. X kvadrat plus ildiz ostida 52x minus 24 teng 0. Bundan ham ikkita ildiz chiqadi. Jami bo'lib esa 4 ta ichimga ega. 4 ta ichimga ega. Ildizlarni toping demagan, lekin nechtaligini so'ragan. Nechtalik 4 ta ildizga bo'ladi. 74-savolga e'tibor qaratamiz. Bir-biriga ko'paytirib yuborsak, tenglamalarimiz bir-biriga ko'paytirib yuborsak, ko'paytirilgan y taqsim x ning kubi teng 4 ko'paygan 9. Bir taqsim qisqarib ketib x y ning kvadrati paydo bo'ladi. 36. Kvadrati qoladi. X y ning kvadrati teng 1 taqsim 36. X y barobar plus minus 1 taqsim 6 paydo bo'ladi. Birinchi tenglamamizni iloji boricha eng oxirgi nuqtasi soddalashtirib kelamiz. Ya'ni qisqa ko'paytirishga ko'ra ochib yuboramiz. X minus y x ning kvadrati plus x y plus y ning kvadrati teng 26. 2 qo'yib ketamiz. Mana bu ikkalasini esa yonma-yon yozib olamiz. X kvadrat plus y kvadrat plus x y teng 26. Qisqaradi 13 bilan 2 bilan 26 13 tadan. Bu ikkita ifodani, ikkita qo'shiluvchini to'la kvadrat qilamiz. X minus y ning kvadrati minus plus 2xy ikkilanganini qo'shib qo'ydim. Teng 13. X minus y uni 2 yozib ketamiz. 3xy teng 13. 3xy barobar 9. Chunki 13 dan 4 ayirsak 9 paydo bo'ladi. 3 ga bo'lib yuborsak 3. Javobimiz 3 ekan. 76-ni so'lga qaratamiz. Tenglamalar siyosati nechta ichimga ega? Nechta ichimga ega? 76-misol. Tenglamalar siyosati emas, nechta ichimga ega? Ayirib boramiz. Y kvadrat minus y teng 42. Y kvadrat minus y minus 42 teng 0. Y1 teng 7. Y2 barobar minus 6. Chiqqan javobimizni olib borib qo'yamiz ikkinchi tenglamaga. X kvadrat plus 7 teng 7. X barobar x kvadrat barobar 0, x barobar 0. Demak, 0 u 7. Hozircha bitta ildizga ega. Ikkinchisi, minus 6 ni qo'yib yuboramiz. Y o'rniga 13. X teng plus minus ildiz ostida 13. Demak, javobimiz ildiz ostida 13
va -6. -13 va -6. 3 ichimga ega. 77-misol. İçimler yig'indisini toping. İçimler yig'indisini toping. X kvadrat minus 225 taqsim x ning kvadrati teng 16. X ning 4-chisi minus umumiy makhraj berib yuboryapmiz. 16x ning kvadrati. X ning 4-chisi minus 16x ning kvadrati minus 225. B kvadrat tenglama paydo bo'ldi. B kvadrat tenglamaning ildizlar yig'indisi har doim 0 chiqadi. Ular 2 ta bo'lsin yoki 4 ta bo'lsin, baribir ildizlar yig'indisi 0 chiqadi. Demak, 0 birinchi javob. 78-misolga e'tibor qaratamiz. Xo'p, buni bir suratni 0 ga tenglaymiz, makhrajda teng emas 0 deymiz. Suratdan x1 barobar 2, x2 barobar 1. Makhrajdan esa y teng emas 4. Teng 0, teng emas 0. X teng emas 1. Bu yerdan esa -10, y2 barobar 4. Demak, bizning tenglamalarimizdan x teng 1 bo'lishi mumkin emas. Y teng 4 bo'lishi mumkin emas. Qolyapti 2u minus 10. Tenglamamizning javobi. 79-misol. Birinchi tenglamani proporsiya qilib 4 ko'paygan 3x minus y teng 2x plus y. Proporsiya qilib x bilan y bir-biriga bog'lab olamiz. 12x minus 4y teng 2x plus y. 10x barobar 5y, y barobar 2x. Chiqqan natijamizni ikkinchi tenglamaga borib qo'yamiz. X ning kvadrati plus 4x kvadrat barobar 5, x kvadrat barobar 1. X teng plus minus 1. Y esa plus minus 2 bo'ladi. X o'rniga borib qo'ydik. Javobimiz 1 2 minus 1 minus 2 bo'ladi. 80-misolga e'tibor qaratamiz. 80-misolimiz tenglamaning ildizlari butun bo'lishganligi uchun mana bu yerdagi ifodamiz x kvadrat minus 4imiz faqat 0 bo'lishi kerak. Shunda oldidagi ildiz osti uchimiz yo'qolib ketadi. Boshqa holatda ildiz osti uchi yo'qotib bo'lmaydi. Demak, x kvadrat minus 4 ni 0 ga tenglaymiz. X larni topib chiqamiz. x1 barobar 2, x2 barobar minus 2. Topilgan x1, x2 larni ikkinchi, ya'ni qolgan tenglamaga qo'yaveramiz. Mana bu ikkinchi ifodasi ham demak 0 bo'lishi kerak. X minus 3xy plus 4y ning kvadrati teng 0. 2 ni qo'ysak 2 minus 6y plus 4y ning kvadrati. Tartiblaymiz, 2 bo'lib yuboramiz. 2y kvadrat minus bo'luv 2 deb yozib ketaylik. Bo'lganda esga tushiradi. Tushunishi ham osonroq bo'ladi. Y birimiz 1, y ikkimiz esa 1 taqsim 2. Javobimiz 2u 1 minus 2u 1 taqsim 2. Hali to'xtamaymiz javob topishda. Endi x2 ni borib qo'yamiz o'sha tenglamamizga. Minus 2 minus 3 ko'paygan minus 2y plus 4y ning kvadrati barobar 0. 4y kvadrat plus 6y minus 2 barobar 0. 2 ga bo'lib yuborsak 2y kvadrat plus 3y minus 1
teng 0. İşlash uchun diskriminantni topamiz. 9 minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan minus 1 barobar 17. 17 ildizdan chiqadigan son emas. 16 bo'lishi kerak edi hech bo'lmaganda. O'shaning uchun shartda butun ildizlar deyilgan. Bu yerda ildizlarimiz yo'q. Demak, javobimiz 81-misolga e'tibor qaratamiz. Ikkita sonning yig'indisi, ya'ni x plus y teng 12. Ko'paytmasi x ko'paygan y teng 35. Tanlash yo'liga qo'yib yuborsak, tanlash yo'liga qo'yib yuborsak 5 u 7, 7 u 5. Qo'shsak 12, ko'paytirsak 35 chiqadi. 82-misol. Ikki sonning ayirmasi x minus y teng 5. Ko'paytmasi x ko'paygan y barobar 24. 8 bilan 3 ga tushadi. Yoki topsak 5 plus y olib borib qo'ysak o'z o'rniga ikkinchi tenglamani 5 plus y ko'paygan y teng 24. Qosni ochib yuboramiz. Y kvadrat plus 5y minus 24 barobar 0. Kvadrat tenglamani yechib chiqsak 3 bilan minus 8. Olib borib qo'yamiz x larni topishimiz uchun. Y1 ni qo'ysak x minus 3 teng 5, x barobar 8. X minus 8 barobar 5, x barobar minus 3. Demak, javobimiz 8 u 3 minus 3 u minus 8. Ikkita sonning ayirmasi x minus y teng 8. Ko'paytmasi 8. 82-misol bilan bir xil mustaqil ishlash uchun qoldiramiz. 84-misolga e'tibor qaratamiz. Ikki musbat sonning ko'paytmasi. Ikkita musbat son ildizlari musbat chiqishi kerak. Kvadratlar yig'indisi esa x kvadrat plus y kvadrat teng 58. To'la kvadrat qilamiz. Bunaqa tenglamalar sistemasini yuqorida ishlagan edik. x y ning o'rniga 21 yozib ketamiz.
Soddalashtira olamiz. 100 x plus y barobar 10. Plus minus 10 bo'ladi aslida, lekin biz uni 10 deb qaraymiz. Sababi musbat sonlar degan edi. Birinchi tenglarni birlashtiramiz. X y'imiz 21, x plus y'imiz esa 10. Demak, javobimiz 3 7 3. 84-misol. 85 bilan bir xil. 86-misolimiz ham 86 bilan bir xil. Misollarni toping. 87-ni qaratamiz. Diagonali ildizosi 13 ga teng, yuzachga teng bo'ladi. To'rtburchak burchakning diagonalini topish uchun biz tomonlar kvadratlar yig'indisi ildizosida bo'lishi kerak. Yuzasi esa to'rtburchak A ko'paygan B. Mana shu ikkita sistemani ichamiz. Boshladik. Ildizosida A kvadrat plus B kvadrat ildizosida 13. Yuzasi A ko'paygan B barobar 6. Kvadrat ko'tarib yuboramiz. A kvadrat plus B kvadrat teng 13. To'la kvadrat qilamiz. A plus B ning kvadrati minus 2AB teng 13. A plus B ning kvadrati minus 2 ko'paygan AB ni o'rniga 6 yozib ketamiz. A plus B ning kvadrati barobar 25. A plus B teng plus minus 5. Lekin biz A plus B ga 5 olamiz. Perimetr to'rtburchakning tomoni musbat sonda bo'ladi. To'rtburchakning perimetri esa P teng to'rtburchakning perimetri esa P teng 2 ko'paygan A plus B bo'ladi. P teng 2 ko'paygan 5, ya'ni 10. 88-misol. Diagonali ildizosi 74. Bu safar ildizosida A kvadrat plus B kvadrat teng ildizosida 74. Perimetri ya'ni 2 ko'paygan A plus B barobar 24. Yuzasini so'rayapti. Yuza teng A ko'paygan B, ya'ni A ko'paygan B topsak bo'ldi. Kvadrat ko'tarib boramiz. To'la kvadrat qilamiz. A plus B ning kvadrati minus 2AB teng 74. Bu yerda A plus B 12, 2 bilan 24 qisqarib 12 tadan bo'ldi. A plus B ning 12 yozib ketamiz. 12 ning kvadrati minus 2AB teng 74. 144 minus 2AB teng 74. 2 bo'lib borsak 72 minus AB barobar 37. AB teng 5. AB teng 35. Yuzasi 35. Sakson to'qqizinchi misol mustaqil ishlash uchun qoldiramiz. 90 misolda ham mustaqil ishlash uchun qoldirdik. Endi iqtidorli o'quvchilarga navbat. Iqtidorli o'quvchilar uchun mo'ljallangan savollarga navbat. 91-misolga e'tibor qaratamiz. Xo'p, x kvadrat minus 2x. Bu yerda 10 ni ikkita qo'shiluvchiga, ya'ni 1 plus 9 ga ajratamiz. Plus 1 plus y kvadrat minus 6y plus 9 teng 0. Guruhlab chiqdik. X minus 1 ning kvadrati plus y minus 3 ning kvadrati teng 0. Har ikkalasi 0 bo'lganda bir vaqtning o'zida yig'indisi 0 chiqadi. Demak, x minus 1 teng 0, y minus 3 teng 0.
x teng 1, y teng 3. 1 u 3 deganimizning javobi. 92-chi misolga navbat. 92-chi misol. 2x kvadratni x kvadrat plus x kvadrat qilib yozib olib, guruhlab chiqamiz. Ya'ni x kvadrat minus 2xy olamiz va uni yonidan y kvadratni yozamiz. Bu uchalasi birgalashib x minus y kvadratini beradi. Qolganlari x kvadrat bor edi, minus 6x plus 9 teng 0. x minus y ning kvadrati plus x minus 3 ning kvadrati teng 0. Har ikkalasi bir vaqtning o'zida 0 bo'lganda tenglama yechimiga ega bo'ladi. X minus y barobar 0, x minus 3 teng 0. X teng 3 ligi aniq. Bu yerda x teng y, demak y ham 3. Javobimiz 3 u 3. 93-misolga e'tibor qilamiz. 2 bo'lib bo'lamiz. X kvadrat plus 2y kvadrat plus 2xy minus 6x 8y plus 10 teng 0. Xo'p. Guruhlaymiz. X kvadrat plus y kvadrat plus 9, ya'ni 9 plus 1 10. Qo'shuv 2xy minus 6y minus 6x plus y kvadrat minus 2y plus 1 teng 0. Mana bu 6 tasi birgalashib x plus y minus 3 ning kvadratini beradi. Ikkinchisi esa y minus 1 ning kvadrati teng 0. Demak, x plus y minus 3 teng 0, y minus 1 teng 0. Y barobar 1, x plus 1 teng 3, y o'rniga 1 qo'yib ketdik. X barobar 2. Javobimiz 2 u 1 bo'ladi. 94-misolga qaraymiz. 94-misol. Xo'p, tenglamalarni bir-biriga qo'shib yuboramiz. X kvadrat plus 4 y kvadrat plus 4 z kvadrat plus 4 teng 4y plus 4z plus 4x. Ifodalarni bir tomonga o'tkazib, x larni alohida guruh, y larni alohida guruh, x larni alohida guruhlab chiqamiz. Ya'ni x kvadrat minus 4x plus 4 y kvadrat plus y kvadrat minus 4y plus 4 z kvadrat minus 4z plus 4 teng 0. X minus 2 ning kvadratini beradi. Y minus 2 ning kvadratini beradi. Z minus 2 ning kvadratini beradi. Uchalasi ham musbat son bo'lganligi uchun va 0 bo'lganligi uchun uchalasi ham bir vaqtning o'zida 0 bo'lsa, tenglama yechimiga ega bo'ladi. Ya'ni x minus 2 teng 0, x teng 2, y minus 2 barobar 0, y teng 2, z minus 2 barobar 0, z teng 2. Javobimiz 2, 2, 2. 95-misol ham xuddi yuqoridan bir xil ishlanadi. Qo'shib yuborsa chiqadi javobi. Adashmasam 3, 3, 3 chiqsa kerak bu javob. 96-misolga navbat. Y ni topamiz. 4 minus x. Topgan y-imizni esa ikkinchi tenglamaga borib qo'yamiz. X ko'paygan 4 minus x minus z kvadrat barobar 4. Qos ochib yuboramiz. 4x minus x ning kvadrati minus z kvadrat barobar 4.
Kvadratni hammasini bir tomonga o'tkazamiz. Z kvadrat plus x kvadrat minus 4x plus 4 teng 0. Z kvadrat plus x minus 2 ning kvadrati barobar 0. Ikkalasi ham musbat yoki 0 bo'lgani uchun bir vaqtda 0 bo'lsa tenglamachimga bo'ladi. Z teng 0, x teng 2. X ni esa o'z o'rniga borib qo'ysak, y'imiz 2 chiqadi. Demak, 2 2 0. 97-misol 96 bilan bir xil. Y topamiz, o'rniga qo'yamiz, chiqadi. 3 3 0 chiqsa kerak nazarimda. 98-misol. 24 ni 27 minus 3 qilamiz. Va x ning kubi minus 27 y minus 3 qilib tartiblab olamiz. Xuddi shu usulda qolganlarni ham yozib chiqsa bo'ladi. Ya'ni y ning kubi minus 27 teng z minus 3. Z kub minus 27 teng x minus 3. Va tenglamamizni bir-biriga ko'paytirib yuboramiz. X ning kubi minus 27 ko'paygan. Y ning kubi minus 27 ko'paygan. Z ning kubi minus 27 teng y minus 3 z minus 3 x minus 3. X ning kubi minus 27 ni qisqa ko'paytirish formulasiga ochib yuboramiz. Sal uzunroq bo'ladi, misol e'tibor qaratamiz. X minus 3 x kvadrat plus 3x plus 9. Qolganlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Y minus 3 y kvadrat plus 3y plus 9 z minus 3 z kvadrat plus 3z plus 9 plus 9 teng y minus 3 z minus 3 x minus 3. Ko'rinib turibdi. Har ikkala tomonda ham bir xil. Qovusdan tashqari chiqarib olsa bo'ladi. Bir tomon o'tkazib teng 0 z minus 3 teng 0 bo'ladi. X barobar 3 y barobar 3 z teng 3. Hozir javobimiz 3 3 3. Darsni davom etamiz. Qolganlar x kvadrat plus 3x plus 9 y kvadrat plus 3y plus 9 z kvadrat plus 3z plus 9 teng 1. Bu tenglamani ishlaymiz. To'la kvadrat qilib yuboramiz. X kvadrat plus 3 taqsim 2 ning kvadrati plus 27 taqsim 4. Qolganlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, bu misol ishlaymiz. To'la kvadrat qilamiz. X plus 3 taqsim 2 ning kvadrati plus 27 taqsim 4 y plus 3 taqsim 2 ning kvadrati plus 27 taqsim 4 y z plus 3 taqsim 2 ning kvadrati plus 27 taqsim 4 teng 1. Kvadrati bor son musbat yoki 0 bo'ladi. Eng kamida 0 bo'lishi mumkin yoki musbat bo'lishi mumkin.
Qolganlar ham xuddi shunaqa. Teng 1. Demak, e'tibor qaratamiz. Uchalasini ko'paytirib hech qachon 1 chiqarib bo'lmaydi. Chunki bularning eng kichik qiymati 27 taqsim 4, 27 taqsim 4, 27 taqsim 4. 27 taqsim 4 lar ko'paysa 1 bo'lmaydi. 1 dan katta bo'ladi. Demak, bu tenglamamizning javobi bo'sh to'plam. Tenglamamiz bitta dizga ega ekan. Dizlari faqat 3. 99-misol. 99-misolimiz ham 98 dan bir xil. 4 ni 8 minus 4 qilish kerak. Va guruhlaymiz. X ning kubi minus 8, 2y minus 4. Qolganlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Iloji bo'lsa mana bu joyda 2 ni chiqarib olib, y minus 2 qilib, keyin ko'paytirib yuborsa zo'r bo'ladi. 100-misol. Xo'p, t ni topamiz. 1 minus 1 taqsim x. X minus 1 taqsim x. Z ni topamiz. 4 minus 1 taqsim t. T ni o'rniga x minus 1 taqsim x olib qo'yamiz. X taqsim x minus 1. X minus 1. Umumiy bag'lashib berib yuborsam 3x minus 4 paydo bo'ladi. Xo'p. Birinchi tenglamadan y topamiz. 1 taqsim y barobar 4 minus x. Y barobar 1 taqsim 4 minus x. Topilgan ifodalarni ikkinchi tenglamaga qo'yamiz. Z plus 1 taqsim z teng 1. Y o'rniga 1 taqsim 4 minus x. Z o'rniga esa 1 taqsim 3x minus 4 taqsim x minus 1 barobar 1. Tenglamani ishlaymiz. 1 taqsim 4 minus x, x minus 1 taqsim 3x minus 4 barobar 1. Umumiy bag'ishlab berib yuboramiz. 3x minus 4, 4 minus x, 4 minus x ko'paygan 3x minus 4. Qolsa ochib yuboramiz. 3x minus 4 plus 4x minus 4 minus x kvadrat plus x. 12x minus 16 minus 3x kvadrat plus 4x. 4x'lar o'zaro yeyishib ketadi bir-biri bilan. Xo'p. X kvadratlar 2x kvadrat paydo bo'ladi. Birdan o'tkazsak minus 8x paydo bo'ladi va minus 4 minus 4 minus 16 plus 8 paydo bo'ladi. 2 ga bo'lib yuborsak x kvadrat minus 4x plus 4 teng 0. X minus 2 ning kvadrati bu x teng 2. X ni topdik. Endi olib borib qo'yib yuqoridagilariga qolganlarini topib chiqamiz. Ya'ni y ga navbat. Y imiz 1 taqsim 4 minus x edi. 1 taqsim 2 bo'ladi. X o'rniga 2 qo'yib yuborsak. Z imiz 3x minus 4 taqsim x minus 1 edi. 2 ni qo'ysak 6 minus 4, 2 minus 1. 2 paydo bo'ladi. T esa x minus 1 taqsim x edi. 2 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 teng 1 taqsim 2. Demak, tenglamamizning javobi 2, 1 taqsim 2, 2 va yana 1 taqsim 2 bo'lar ekan.